Demek, bugun 2025-yil 13-oktyabr kuni haftalik tahlillarimizni boshlaymiz. Demak, bozorimizda nima gaplar, holatimiz qanday degan savol ko'pchiligimizni qiynayapti albatta. Endi haftalik candle'larga qarasak, demak haftalik candle'lar Bitcoin'da va Ethereum'da chiroyli holatda berkildi. Nima uchun desak, ya'ni bizda umumiy holatda mana buni range desak, range high olindi va birdaniga range low'da ham oldik va bu yerda test qilinmagan $103,000 order blokka test qilganmiz. Ya'ni range low'dagi likvidlarni ham oldik va ko'rayotganimizdek tanamiz yuqorida berkildi. Ya'ni hozirchalikka bizda nima yo'q, ya'ni selga hech qanaqa tasdig'i yo'q. No, buyga ham hozirchalikka hech qanaqa tasdig'i yo'q. Bu yerda nima qilishimiz kerak desa, foydadagi coinlarimizni olib, yana biroz pastroqdan kutib olsak ham bo'ladi. Bu yerga tushishi ham mumkin. Hozir buni batafsil ko'rib chiqamiz. Shuning uchun foydaga, kechagi o'sishlarda foydaga chiqqan coinlar bo'lsa, foydasini yoki yarmini sotib turishlikni maslahat beraman. Demak, haftalik candle'larda ko'radigan bo'lsak, bizga visk qoldirgan. Bu viskni 0.5 mana shu zonalar to'g'ri keladi. Ya'ni 109 ming, 110 minglarga to'g'ri keladi. Endi kunlik time frame'ga oladigan bo'lsak, demak, kunlik time frame'da bizda kechagi o'sishlikda qarshilik, ya'ni mana bu FVG ni 0.5 ga test qilganmiz. Bu 0.5 shu 115 minglarga to'g'ri kelardi. Bu yerdan mana reaksiya beryapti bugungi kunimiz. Reaksiya berib yana pastroqqa tushsak, haftalik candle'dagi viskni 0.5 gacha yoki 70% gacha tushishiga haqqi bor buni. Bu yerlarga tushib, keyin bu yerdan yana tezroqqa harakat qilishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi o'sishligimiz primerda mana shu joylargacha, ya'ni 120 minggacha bo'lishi mumkin deb qaraymiz. Lekin undan oldin esa bizda kunlik time frame'da hozirchalikka hech qanaqa tasdiq yo'q, no, baribir biz qarshilikdamizda, resistance zonadamiz. Shuning uchun bu yerda stoplarga ehtiyot bo'lib, ya'ni stoplarni maksimalni ko'tarib, yoki bo'lmasam foydaga chiqqan coinimiz bo'lsa, ana shu coinlarda sekin oz foydadan yechib borishligimiz kerak bo'ladi. Bu yer shunaqa qarshilik zonamiz. Bu yerdan kuch olsak, yana bitta pastroqqa tushib, mana bu likvidlarni olib, haftalikdagi viski 0.5 gacha tushishimiz mumkin bo'ladi. Hop, ya'ni Bitcoin'da holat shunaqa. Demak, bu yer qarshilik, bu yerda yana bir qator bizga pastga tushishligi mumkin. 110 ming, 108 minggacha. Endi bu yerdan umuman sel kutmasligimiz uchun bizga qanday holat, qanday grafik chizib berish kerak desa, Bitcoinimiz bizda mana impuls bilan o'sdik. Bu yerda mana 4 soatlikda FVG qoldi. Shu FVG ga test qilib turib, bu yerdan yana bitta chiqishligi, ya'ni o'zini yana mana bu maksimumni yangilashligi va mana shu maksimumda bizga yana bitta FVG qoldirib berishligi. Mana shunga test qilayotgan paytda biz bemalol keyin stopimizni qo'yib, mana bu 120 minggacha, ya'ni qarshilik zonagacha ushlashimiz mumkin bo'ladi. Lekin undan oldin mana bu impulsimiz yana bir marta maksimumni yangilab berishi kerak bo'ladi. Shunda bizga haligi kanal chizib beradi. Ya'ni umumiy holatda mana bunaqa yuqorisidan ham mana bunaqa kanal chizib beradi. Shu kanalning ichida harakatlanib chiqib ketadi mana bu holatda. Bunaqa pattern chizib berishlik uchun yana aytaman, mana bu maksimumni yana bir marta yangilab va ichida FVG qoldirish kerak bizga. Keyin biz ishonib 120 minggacha ushlab tursak bo'ladi. Ungacha bu korreksiyasi qayergacha davom etishini bilmaymiz. Faqatgina tasdiq bilan savdoga kirishlikni maslahat beraman. Ungacha esa biroz foydadagi coinlarimizni yechib tursak bo'ladi deb bilaman. Hop, Ethereumga qaytadigan bo'lsak, Ethereum ham kechagi haftalik candle'imiz yaxshi berkildi. Ya'ni umumiy holatda bunda ham pastda order blokimiz borda, support zona. Shu supportga test qildik, likvidlarni oldik va shu bilan bir qatorda mana ahamiyat bersak, tanasidan tanamiz yuqorida berkildi. Ya'ni bu yaxshi. No, lekin baribir bizga katta risk qoldirdi. Ya'ni bu yerda bu riskni 0.5 gacha ham test qilishiga yoki 70% gacha test qilishiga haqqi bor. Ya'ni agar yana 0.5 ga test qiladigan bo'lsa, bu degani $3,800. Agar 70% ga test qiladigan bo'lsa, $3,500 gacha test qilishi mumkin ekan.
Endi buni primerni 0.5 ni oladigan bo'lsak, ya'ni shu 3800 dollardan 3600 gacha oladigan bo'lsak ham, shu joygacha test qilib, keyin bu yerdan yana bitta yuqoriga mana olinmagan likvidlarni olib berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu efirumda haftalikdagi holatimiz. Kunlikka oladigan bo'lsak ham, bu yerda ahamiyat beradigan bo'lsak, mana bu support, ya'ni order bloklarimizga test qilib berilgan. Bu yerdan reaksiya bor, impuls bor, faqat qarama-qarshi tarafdagi FVG ga test qilganmiz. Ya'ni mana bu displacementni 0.5 ga test qilganmiz va bugungi kunligimizga ham ahamiyat bersak, yuqoriga chiqib, kechagi kunlikdagi likvidni olib, pastga harakat qilyapmiz. Hop, endi pastga tushadigan bo'lsak, shu haftalikdagi viskni 0.5 lari primerni 3800 dan 3600 gacha to'g'ri kelyapti. Shu joylargacha bizda Ethereum korreksiya qilib berishi mumkin bo'ladi. Korreksiya qilib bersa, bu yerdan keyin yana yuqorigacha, ya'ni 4400, agar maksimumga chiqadigan bo'lsa 4800 yoki bo'lmasa 6H gacha, ya'ni mana bu impulsi kuchiga qarab ushlab tursak bo'ladi. Endi bu ham bizga primerni 4 soatlikda mana bu joyda misol uchun FVG qolgan. Mana shu FVG ga bir marta test qilib, xuddi Bitcoinda tushuntirganimdek bir marta test qilib, yana bir marta maksimumini yangilab bersa va buni ichida FVG qoldirsa, boyaginaqa bizda kanal hosil bo'ladi. Mana bu shaklda kanal hosil bo'ladi. Va keyingisi shu FVG ga tushishligi va mana kanalda, ya'ni trend line ga test qilishligi, shu bilan yana yuqoriga, ya'ni shunda bitta, ikkita, uchta kasani bo'ladi. Keyin bu yerda qanaqadir razvorot bersa, keyin tushishimiz mumkin bo'ladi. Ungacha esa bizga mana shu kanal bo'ylab yurib berishligi uchun mana bu maksimumni yana bir marta yangilab, o'zidan FVG qoldirish kerak bo'ladi. Ungacha esa riskni biroz kamaytirib turamiz, ya'ni naqddagilar. Endi minusdagilarchi desa, misol uchun men sotishlikni umuman maslahat bermayman. Buni bozor oqqandan beri aytib kelyapman, qayta-qayta aytib kelyapman. O'sha paytda qo'rqib sotib o'rganlar, mana kechagi o'sishlikda yana savdo kirib olgan. Endi bozorimiz yana korreksiya qilib bersa, yana qo'rqib bozorda yana ketdikmi deb turib, ko'pchilik ketib qoladi. Shuning uchun bunaqa tushishdan keyin umuman sotishlikka qiziqmaslik kerak. Bu albatta juda bir qo'rqinchli tushish bo'ldi, lekin baribir shuncha tushgandan keyin baribir bozor o'sib beradi, ya'ni bounce qilib beradi. Bo'lmasam bu kripto, umuman bu kriptoga ishonadigan odamlar hammasi bu skam ekan deb turib tashlab chiqib ketadi bu sohadan. Shuning uchun sotmayman deb rosa gapirdim. Endi ayrimlar mayli sotib olishibdi, kechagina yozishdida, chunki mana coinni olib qo'ydim, nima deysiz deb. Endi albatta bu tajribasizligimizdan bo'lyapti, ya'ni ilmsizligimizdan. Endi shuncha tushgandan keyin o'sib beradi-da. Hatto 0.5 gacha bo'lsa ham chiqib beradi. Shuning uchun bunaqa tushlikda sotmasligimiz kerak. Hozir minusdagilar nima qilaylik desa, yana sotmaslikni maslahat beraman. Xosatan o'zim ham sotmayapman, ushlab turibman. Bu yana bir qator bunday tushib, yana bitta impuls bersa, agar qo'shadigan bo'lsa, keyingi korreksiyadan bemalol qo'shib olsak bo'ladi. Hozir esa men kuzatishlikni maslahat beraman. Puli bo'shlar bo'lsa, ya'ni mana shu joyga kelgan paytda albatta kichikroq time frame da, ya'ni 1 soatlikda qanaqadir tasdiq kutib, mana shu tasdiqdan keyin savdoga kirsak bo'ladi. Ya'ni bo'sh puli borlar. Lekin ungacha biroz hatto shu FVG ga test qilgungacha biroz savdolarga ehtiyot bo'lib turamiz. Ya'ni hozirgi holatda kirishlikni maslahat bermayman. Deylik, misol uchun FVG ga test qilsin, keyin bemalol savdoga kirsak bo'ladi, xudo xolasa. Hop, demak, Ethereumda ham, Bitcoinda ham holatimiz bir xil. Bu yerda ahamiyat beradigan bo'lsak, Ethereum ham, Bitcoin ham shu ochildida biroz yuqoriga harakat qilib, shu bilan pastga, ya'ni shu viskni 0.5 ga test qilaman deganda qilyapti. Agar bu yerga test qilsa, altcoinlarimiz bizda yana anchagina tushib qolishi mumkin bo'ladi. USDT dominansiga ham ahamiyat bersak, ya'ni yaxshigina o'sganmiz, bu yerdagi order blokka test qilganmiz. Bu yerda juda katta visk qolib ketdi. Shu visk to'ldirgan yana bir chiqishimiz mumkin. Ya'ni 5%, 510%, 530% gacha, ya'ni bu degani viski 70% gacha to'ldirishimiz mumkin degani. Bu degani altcoinlarimiz, ya'ni bizda bozorimiz biroz qon yig'laydi degan. Hop, Bitcoin dominansimizda ham shu holat. Ya'ni bu yerdagi mana qarshilikka chiqqanmiz. Baribir bizda uzun visk qolib ketdi, mana bunaqa. Bu visk to'ldirgan sekin-sekin maydalab chiqishimiz mumkin. Keyin yana bir
nasib qilsa yaxshigina pastga qarab tushib qolishimiz kerak bo'ladi. Totillar bularni ko'rishdan tolqi yo'q, chunki hammasida bir xil holat, ya'ni ahamiyat bering. Bir xil holat, hammasi likvidlarni yig'ishtirganmiz, order blokka test qilganmiz. Bizdagi hozirgi holatimiz shunchaki katta visk qolib ketdi. Shu viskka atyap 30% ga yoki 50% ga yoki 70% ga test qilib bersin, yana bemalol tasdiq bilan savdoga kirsak bo'ladi. Ungacha riskimizni biroz kamaytirib turishlikni maslahat beraman. Total 2ni ham qarang, bu yerdagi mana yaxshigina support zonaga test qilib bergan, shunchaki uzun visk qolib ketyapti. Shunga bir qator test qilib, yana dalcha TVga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Total 3 bo'lsin mana. Ozerlar bo'lsin. Ozerlarda ham shunaqa holat bor. Likvidlarni yig'ishtirganmiz. Uzunroq visk bor. Bu yerda yana kuchayib yuqoriga harakat qilishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy holatda shu bozorimiz, ya'ni bozorda albatta qo'rqinchli tushish bo'ldi. Bundan ko'pchilik qo'rqyapti. Lekin bo'ladigan ish, yana aytaman, o'tgan safar o'sha kundagi layfimda ham qayta layf ochib aytdim. Ko'pchilik hali qo'rquv bo'lib nima qilib deb. Bo'lar ish bo'lib bo'ldi-da. Hozir biz dod faryod qilsak ham u narsa qaytib qolmaydi. Shuning uchun naborot u bilan siqilib, o'tmishimiz bilan yurgandan ko'ra, naborot o'zimizga yanada to'xtamay, endi buni ilmini chuqurroq o'rganmasam bo'lmaydi deb turib qattiqroq kirishishlikni maslahat beraman. Undan ko'ra bozorga hadeb minusdaman, undaman deb chartni o'chib o'tiraverganimiz bilan bozor yurib qolmaydi. Hozirgi tushishliklarda biz maza qilib, ilm olib, o'z ilmimizni rivojlantirishlikka qaratsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bozordagi umumiy holatimiz shu, yana bir qator yana korreksiya ko'rishimiz mumkin. Endi qachonlarga umumiy holatda potensial desangiz, men kutayotgan narsa bugun dushanba bo'lsa, seshanba, chorshanba, payshanba kungacha bir korreksiya qilib bersa, shu payshanbalardan yoki jumalardan yana bizda bir qator o'sishligi mumkin bo'ladi. Balki ertadan, balki indindan. Lekin umumiy holatda shu ertagacha baribir biroz korreksiya ko'rishimiz kerak deb o'ylayman. Endi ertagacha korreksiya qilmasdan, ya'ni boya tushuntirgandekka eng yaqin FVGga test qilib, bu yerdan yana bitta maksimumini yangilasa, keyin bizda kanal hosil bo'ladi va mana shu kanalda FVGsiga yana test qilib, shu bilan dalsh ketaveramiz. Ya'ni maksimumini bir marta yangilab FVG qoldirsa, ana shu FVGdan biz yana risk qilib ketaveramiz. Lekin ungacha men biroz korreksiyasini kutaman. Chunki shuncha visk qoldirdimi, hatyabi 50% gacha bo'lmasa ham 20% gacha bo'lsa ham tushib berish kerak. Yoki bo'lmasa 30% ga tushib, keyin bu yerdan yana kuchayib ketishimiz mumkin bo'ladi, Alloh alam. Bunaqa tushishdan keyin o'sish bo'lgandan keyin tabiiy bu narsa, ya'ni обязательно o'sib beradi. Shuncha tushgandan keyin bir qator bounce beradi. Buni любой tariximizdan qaraylik, ya'ni tarixda qancha bitta qattiq tushish bo'ldimi, mana bitta qattiq tushish bo'ldimi, qaytish qilib beradi. Bitta qattiq tushish bo'ldimi, qaytish qilib beradi. Mana bu joyda mana bitta qattiq tushish bo'ldimi, qaytish qilib bergan, siras qaytish qilib bergan. Endi bunaqa qaytish qilib bergan paytda unaqa nima qilishi keragi yo'q deb bilaman. Ya'ni ko'pchilikka bozorga yanada misol uchun FOMO o'g'atib bozorga olib kirishlikni, naborot riskimizni cheklab, riskimizni kamaytirgan holatda biz savdoga, ya'ni potensial bir chuqurroq yondashishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda ham yaqin tarixdagi mana bitta qattiq tushish bo'lgan, ahamiyat bersak, mana bitta qattiq tushish bo'lgan. Undan keyin siraz 2 kun davomida qaytish qilib bergan. Qaytish qilib bergandan keyin yana bizga tushib ketgan narximiz. Shuning uchun hozirgi holatda tasdiq bilan savdo qilishlikni maslahat beraman. Ya'ni bu yerda mana 2 kun, 3 kun davomida qattiq tushishlik bo'ldi. Hozir qaytib beryapti. Bugun ham qaytib berishi mumkin. Ya'ni shu 120 minggacha yoki mana shu qarshilik zonagacha qaytib berib, yana bu yerdan tushib ketib qolishimiz ham mumkin. Shuni hisobini olib, stoplarimizni bir cheklagan holatda, riskimizni kamaytirgan holatda savdoga chuqurroq yondashishlikni maslahat beraman. Bu o'sishlikda misol uchun ko'pchilikni FOMOga beriltirib nima qilmasligimiz kerak deb bilaman. Ya'ni ko'pchilik yangi boshlagan baribir signallar bilan ishlaydi ko'pchilik. Ularda FOMOga beriltirib bozorga olib kirib qo'yib, bozor tushadigan paytda o'zimiz chiqib olib, ularga indamasdan misol uchun ularda bozorda qolib ketishligiga sababchi bo'lib qolmasligimiz kerak deb bilaman.
Shu umumiy holat, bozorimizdagi holat shu bo'lyapti. Ya'ni SMEda ochadigan bo'lsak ham, SMEda bizda hozirchalikka hech qanaqa gap bilan ochilmadi bu. Demak, gap bilan ochilmagan bo'lsak, bizda pastimizda gap bor SMEda. Shu bitcoinimiz boya aytganimizdek riskni 30% yoki 50% ga test qilsa, bu SME ham mana bu pastiga qolib ketgan gapga test qilib, bu yerdan keyin yurishimiz mumkin bo'ladi-chi, mana shu impulsni 0.5 gacha. Ethereumda ham shu holat. Ya'ni Ethereumda mana biroz gap bilan ochilganmiz. Demak, pastda gaplar to'ldirganmiz. Shu pastroqqa tushib, yana korreksiya qilib, yana tevaga harakat qilishimiz mumkin bo'ladi, Alloh alam. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman.